Assalamu alaykum Uyghur qarindoshlarım. Dunyoning hamma yerida musofir bo'lib yurayotgan, vatanning ichida, Sharqiy Turkistonning ichida o'zimizning zaminimizga dastlab turib, o'z zaminini seg'inayotgan, o'z zaminiga dastlab turib, Sharqiy Turkistonning ichida musofirlikning dardini, vatanning dardini, erkinlikning dardini tatıyotgan qarindoshlarim, salom sizlarga. Assalomu alaykum. Vatanning erkinligi uchun, Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun, Sharqiy Turkistondagi xalqlarning tatıyotgan azob oqibatlarga chidayolmay, o'zining öy makonlarini tashlab, butun dunyoda sargandar bo'lib yurayotgan qarindoshlarim sizlarga assalomu alaykum. Butun dunyoning hamma yerida vatandan chiqqandan keyin vatanning azobi uchun da'vo ib berayotgan, birinchi safga chiqib jang ib berayotgan, badal to'layotgan qarindoshlarim, salom sizlarga. Turmuning ichida o'z xalqinglarga erkinlik izlab, erkinlikka erişemmeyi, aksinchisiga xalqinglarning erkinligini appirishmoyoq tutulsun. Xitoyning qora turmusning ichida zindonda yetayotgan, o'lim jazosi hukm qilingan, muddatsiz muddatli qamoq jazosi hukm qilingan, so'zlash erkinligidan cheklangan, xalqining erkinligi uchun kurash qilishga intizor bo'lib, bir eg'iz xalqining erkinligini aytolmay, bir eg'iz xalqining erkinligiga yordam qilolmay, mahkumlikka mubtalo bo'lib, shu o'z xalqining erkinligi uchun kurash qilishga intizor bo'layotgan, turmida yetayotgan siyosiy mahbus, eng qimmatlik, qadrdon, buyuk qahramonlarimiz, salom sizlarga. Men bugun o'zim sizlarga bu ekranga chiqib özümnin salamımni yetkizmekçi. Sizlerni sevindim. Sizler basammıgan yollarını, basmakçı boğan yollarını, sizler taşna boğan yollarını biz iş üçün men vatanını taşlap, ballarımni taşlap, bütün hayatımni taşlap, bugün bu ekranın aldıda sizlerge salam verip oturuptum ben. Qançılığan adamlarımız bu tarixda muşu erkinlik üçün kurash qilib, öz yaşlıq hayatıdan ayrılıp bu dünyadan ketdi. Qançılığan akıllarımız, atıllarımız, farzandlarimiz muşu erkinlik degan bir cümle sözge intizar bulup şununla erişemmeyi ketdi. Biz Uyghur halkı zaten nim boğan halk. Nimişki biz başkalar erişken tinchlikka erişemeymiz. Nimişki biz başkalar erişken erkinlikka erişemeymiz. Nimişki biz başkalar erişken dostlukka erişemeymiz. Nimişki biz başkalar bilen ittifaqlaşamaymiz. Nimişki başkalar bizni ortiqcha odam deb qaraydi. Biz nim bolduk, biz nim bo'lgan. Bizga bu ofatni, bu azob oqibatni, bu intizorlikni, mushu jig'zorini, mushu rahatsiz hayotni kimlar baxshandi qildi? Bizga buni mustamlika baxshandi qildi. Biz kirgan Çin, Manju mustamlikadan boshlab biz millatariz Xitoylarning qo'liga o'tdik. Millatariz Xitoylar bilan bizning xalqimiz egilmas qaysar xalqimiz jang qilib, Manju bilan jang qilib Manjudan tatib oldi. Yana besib oldi. Millatariz Xitoylar bilan jang qilib uning qo'lidan tatib oldi. Yana besib oldi. Biz yanıla qayta mustamlikaga mahkum bo'ldik. Nimişqa Xitoy o vaqtida bizni besib olamaydı. Bizning ba'zan siyosiy aktivlarimiz, ba'zan xata inkas beradigan tarixchilarimiz, biz o'zimiz Xitoyning oz vaqtida, Manjularning kuchsiz vaqtida Uyg'urlarni besib olgan, biz shu vaqtida vatanimizni ozod qilolmagan, shu vaqtida erkinlikka erishamagan, hozir Xitoy kuchlanib ketgan vaqt ekan. Hergizmi undaq emas. Tarixmi ular aytgandek emas. Tarixdimi Uyg'urlar undaq ojiz emas, undaq mahkum bo'lib o'tiradigan xalq emas. Bizni kuchli davlatlarning qo'li bilan, hem siyasi sodu bilen, hem başka usullar bilen besib olgan. Onun da bizning qarindosh ellerimizdekiler bizni başka usullar bilen bulağı boysundurib bergan. Biz her xil taktikalarning qurboni bo'lgan. Chunki bizning xalqimiz oq ko'ngil, samimiy, ba'zanlari diniy qarindoshlariga ishongan. Ba'zanlari o'zining qo'shnisiga ishongan. Ba'zanlari o'zining qon qarindoshlari, Turkiy til sistemasidagi qarindoshlariga ishongan.
Mana shu tarafdan ketgan vaqtlarimiz bu bo'ldi. Lekin bizning ikki qitim kurashda g'alaba qilib, musha asr ichida qurgan ikki qitimlik davlatimiz qanday mag'lub bo'lgan? Sovet SSR'ning qo'li bilan, Stalin diktatorining qo'li bilan va Xitoy bilan birlashib turib, Yalta yig'inlarida setilgan, hatto bizning xalqimizni qurolliq harekatlarda atrofda qo'rchab turib, bostirish uchun tahdid bilan bizning ikki qitimlik vatanimizning qo'ldan ketishiga sababchi bo'lgan. Biz endi Xitoy mustamlakachilarining qo'liga o'tdik. Xitoy kommunist mustamlakachi, diktator, yolg'onchi, nomussiz, uyassiz, intayin axloqsiz bir hokimiyatning qo'liga o'tdik. U hokimiyat biz emas, o'zini o'zi aldaydigan, o'zini o'zi bir ömür yolg'on gap bilan tutib turayotgan bir hokimiyat diktatorining qo'liga o'tdik. Biz uning o'tgandan keyin ular bizga nima dedi? Bizni besib olganda bizning xalqimizga avtonom rayon Şinjan Uyg'ur avtonom rayon huquqini berdi. Nimishqa biz shu zaminning egisi bo'lganligimiz uchun bizga huquq bergan vaqtida bizning birinchi qatordagi amaldor bo'lgan amal xumor qarindoshlarimiz, birsi amal xumor qarindoshlarimiz setildi. Yana birsi ular Xitoy bizni cho'qim rasbisi olmaydi-ku, biz erkinlik chiqimiz-ku, ras manjularning qo'lidan, diktatorlarning qo'lidan ras qutuldiga o'xshaymiz deb o'yladi. Yana birsi ilojsiz qoldi. O tarafdan SSR, ma taraf Xitoy ikki diktatorning o'tirdi bo'lganligi uchun amalsiz qilib, ularning bizni boshqarishini qabul qilib qoldi. Lekin ular cho'qim biz xalqimizni erkinlikka chiqaramizmi degan intizorlik ularda bo'ldi. Biroq Xitoy birinchi qaror bizning 54-yili boy, noyatli aqlli odamlarimizni, boy pomuchiklarni, yarıslarni yo'qotdik deb turib, har yizlardan 5-6 dan Uyg'urlarni etib ularga bir tahdid soldi. İkinci qitim 57-yili barliq ziyolilarimizni echilib saryash deb millatchilar deb turmalarga tashlab ziyolilarimiz o'qigan arboblarimizni yo'qotdi. Uchinchi qaror madaniyat inqilobida Xitoyning sharmandaligini shuningdan o'qib olinglarki, bizni avval amal berib Uyg'ur qarindoshlarimizning amaldorlarni amal tutqizib, ularning qo'li bilan Joğuşturup birinci karar pomiçiklarını, ziyalilarını şularının kolu bilen joğuşturup, üçüncü karar ulanın ak karını okup kalganlığını bilip kılıp, derhal ulanı üç yıl siyaset bilen yok etti. Birinci ulanı emeldarla, sesik ziyaliler, şucungcuçiler, milli bölgünçiler degen at bilen ulanı tutuşku başladı. Nemişka, ula del Xitay hükümeti üçün, Sovet üçün, Sovet KGB'ları üçün, Xitay ençentinleri üçün, emel üçün işlegenler idi. Lekin ular emel üçün işlegen bolsa mu, o derecede Xitay'nın rezillik kılışını özünün halkıga xalamaydı. Xalamıganlık üçün ulun arasıdakiler çıkıp sen mındaq dep vədi qıqantıngu, bizning vatanimizni besib alganda andaq dep vədi qıqantıngu degen suallarını qoyuşqa başladı. Xitay özünün aldıqanlığını, özünün xalqının yetakçilerinin bilip ketkenligini bilgendikin derhal ulanı Sovetki çegiranı içip etip qaçı sen dep qechirishqa majbur bo'ldi qildi. Ularni chegaraning og'zi